Dasmen başladım. Men avval men kerakli bo'lgan hujjatlarni tushirib olaman. Va avtomatlashtirish uchun qana Seleniumni Tor ko'rgishni qo'zg'atish uchun WebDriverni Seleniumniki. Andan keyin ba'zi munosabatli hujjatni tushirish uchun avval men Selenium tushirib olaman. Ba'zi bir sonliq ma'lumotlarni men boshqa bir hujjatni ichib, boshqa bir ramkani, ya'ni boshqa bir klassni ichib, uni shu yerga saqlamayman. Masalan, maxfiy nomeri mening Instagramniki. Boshqalardan qanday yo'shirish uchun. Sizlar ko'ra olmaysizlar, lekin shuni olsam, boshqa bir nimani ochaman. Hozir bir klassni birini quray. Buni bir bot dey, Instagram bot. Endi ko'pincha shu kompyuter ishlatiganlar ingliz tilini ishlatganligi uchun men ingliz tilini ham ishlatdim. Username, password deymi. Eng asosli base URL deydi, eng bosh o'q tor adresi https Instagram'dan. Hozir bir tor ko'rgishni qo'zg'atmoqchi. Men Chrome'ni ishlataman. Chrome'ni ishlatay, Firefox'ni yoki qaysini ishlasanglar bo'laverdi. Keyin o'rganganda. Buni men parse qilaman, ya'ni boshqa bir hujjatda configuration, ya'ni seplash uchun boshqa bir hujjatga olaman. Bu yerga o'sha Chrome'ningki qayerda muhitni uni men keltirib ko'rsatib qo'yaman. Hozir men parserni izlay. Shu o'zimningki maxfiy nomer yoki tor-bet adresi boshqalarni Chrome'ni, ya'ni Google'ningki tor ko'rgichini shu muhitini saqlaydigan ayrim bir hujjatningki adresi shuni hisoblayaptiman.
configuration parser, C parser deb bilam. Shuni o'qiymiz shu hujjatdan. Hamda men dal username'ni o'zimning yozmoqchi bo'lgan ya'ni akkauntimning ismi va maxfiy nomerini shu yerga saqlab oldim. Saqlab qo'ydim. Bununla bir authorization deb uni username password şu bir bot yani robotdagi bot username bilan passwordni qildim, shu yerdan bevosita o'qiydi. Ma ikki tanglik odatda ikki miqdorning tangligini ifodalaydi. Hamda endi dastlabda constructor orqali shu Instagramniki ismi, akkaunt ismi va maxfiy nomerini kirgizgan bir construct yozib oldim. Hamda mushuni Instagramdan qana miyaga akkaunt nomerini yozimizga yoki inglizcha username deydi mana. Username, miyaga password, maxfiy nomerini yozamiz. Hamda mush login mushning kirish mushuni bossak ham kirdi Instagram. Hamda mushuni men bir avtomatlashtirish uchun bir funksiya yozib olman. Men hozir buni Pythonda yozib atgan ekan. Balkim Java'da method deydi. Endi qaysi o'z yozg'ili bo'ldi? Ishkilisida. Ishkilisida Python bilan Java bilan men qilayotgan qilib bo'ldi, ha. Mushu kirishga bir funksiya yozib olaman avtomatlashtirish uchun. Mavu Seleniumga munosabatlik. Men to'g'riga shu nimsiga kirmoqchi. Mana C parser mana qanday oladigan ne aylantirib oldi, yana bir hujjatdan aylantirib ekildiganni men yerga saplab oldim. Ham shundan foydalanib boshqa bir hujjatga yozib olgan o'zimniki maxfiy nomer yoki boshqa to'g'ri betni shu yerdan bevosita olaman. Bu yerdan qolay buni page object model structure deydi. Shuna o'xshab ketadi. Mega URL login nima ingliz login deydi bir kirishni. Buni formatlashtirib qayerga kirmay deganda shu base URL'ga kirmay. Mana bu asosli Instagram degan mushugi. Endi men faqat mening keyindagi yani siziq account login deganlarga kirsam bo'ldi. Hozir men buni miyaga saqladim. Buni ayda
qo'shqil bo'ldi-ku. Bizim sanga chiqsa yo'q-a. Buningga sal bir saqlatishga vaqt beray. Sekund vaqt berib qo'yay. Endi men mushu ism yozgan username kirgizgan bilan mush password va mushningki elementining mush elementlarning qanday o'rnini topmoqchi. Bu o'rnini qanday topamiz deganda inspect qilib inspect element. Qarsanglar bu o'rnini topquchidan qanday men name ishlatmoqchi. Name qanday username. Password olsa mana name password. Ma login linki type ishlatay. Submit yo'llash degan gap. Buni CSS yoki Express orqali topsam bo'ldi. Ishqilisning name o'zining ismi bilan ha. Shunga find element by name dan ishlatyapman. O'zimning ishlatgan account nomeri bilan maxfiy nomerini yo'shirish uchun sizlardan faqat boshqa bir hujjat saqlab qo'ydim. Mush o'xshash yo'l bilan mushunga nimani avatma deganda bir qimmat avatma qaysini men saqlab qo'ygan username ni bu qimmatli name username lama hozir boyamqi account nomer soldiga men mush qimmatni soldim o'zimning account nomerini hamda bu password ismi qanday password soldiga o'zimning passwordni soldim bo'lmasa hamda men parse qilishimning maqsadi shu saqlash o'zimnikini qanday qo'llanishadigan yuqori hamda login mushuni qanday topmay deganda submit type ekan-ku. Masalan mushuni bevosita qanday topmay deganda Mana button kelmem xato yozibman. Mana. Topdim mana mushani o'rnini demoqchi. Mushuni bassam ham bo'ldi. Mushuni topamiz. Men CSS yozdim. Buni men saqlab qo'yay. Elementning orasiga. Yana shu login button. Ana click ashni bosaman. Ashni bassam kirdi. Ma'ni bir funksiya ishga ilib oldim. Kirishkima bir azroq saqlatib qo'yay, xultib qo'yay. No'm 2 sekund xultib qo'yay. Chunki ma bu tor kirgich yetish bo'lmaydi, biroq saqlamaylam.
Hamda mana bu base URL biz miyadan qanda shu base URLning keyindilam shu boyamqi bosh o'q to'rbetning keyindan ma'ni qanday deydi? Manba deydi. Mana source deymiz. Accounts login mushning keyindan qanday men shuni kirgizmoqchi. Shuni saqlamoqchi. Source pass deydi uni. Bunun qanday? Qo'shib shu stringni formatdan foydalanib bu base URL linki kendi ulaplam qanda shunga yozmoqchi. Masalan, ma base URL ma Instagram linki. Kendi source'ni uni men hisoblab qo'ygan hujjatning ichiga kirgizib qo'yman. Mana bu yerdan qanda o'zi avtomatik to'naydi degan gap. Hamda qanday qilamiz deganda biz ash login qilib kirganda o'zimizning nomeri, maxfiy nomeri ashni besib kirgan chaqda biz shu ma'lum bir odamningki, masalan, kimga ergashmoqchi bo'lsak, shuning bitini ichib, shuning bitini uningga ergashish uchun qanday qilamiz? Follow deganni bossak ham ergashadi, shunaqa. Men shuni yana bir funksiya yozmoqchi uningga. Uningga ergashish deb yozolay. Nereden aş source pass'ten bizden o'xshash qo'y. Aş ergashgan knopka button deydi, knopkani. Shuni xuddi boyamqi username password deganni qanday topgan bo'lsam, shuni xpass orqali qilam topmoqchi. Uni qanday qachlab qo'yay parserga. Element uni follow ergashmak deydi inglizcha. Shu Instagramni qaysilik tanishib qo'ygan bo'lsanglar, shuningki chiqadi. Endi biz shu follow buttonni qanday qilamiz? Click bosib besish degan gap endi. Da chekishni, buni mousedan chekishni click deydi. Tugda. Hamda men qanday qilmoqchi deganda, men boyan saqladim qo'y username deganni. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Biz shu project turimizni saqlaganini olsak, mana hozir men yozayotganim bu. /configure. Men bu yerga qanday username hozir men mana yozmadim. Username password. Mana adresi. Shuna qanday ayrim bir hujjatga saqlab olman. Masalan, bu yerga mening maxfiy nomerim masalan mana bo'lgan bo'lsa, o'zimniki. Maxfiy nomer qanday? 1 2 3 4 5 endi bunda emas-ku. O'zingizning xohlagancha bir şey saqlasangiz bo'ldi. Bir şey saqlab olib
Özüңlarnikini. Yani müşahede al aşını ekilimiz müşahede. Şu authenticate username degende. Şu mani yazgan çağda başkalarınki körülüşüne qana saqlanğıl boldu. Hamda biz muş okumakçı bolgan her bir ne geçmekçi bolgan adamlarni qay saqlaymiz desanlar, onun oxşaş bir tekst ücret şekilde saqlab alamiz. Mesela ne bayam qılıq 50 neçimi? Qancha sanamaptım. Şunu saqlagan bizninki Emmis'in adresini qanamış tekst şekilde. Hazırca 54'ni saqlab qo'yibdim. Mesela tonish uchun Uyg'urlarning bir qancha Instagram'dan saqlab qo'ydim. Hamda agish uchun shularni. Sizlar ko'rsatib qo'yish uchun. Buni tekst şekilde bunimi qani o'qiymiz. Masalan, buni qanday o'qiymiz desak, mani usersni va configni mana configurate yani seplab manda seplab qo'ydim. Hamda userni qanday o'qiymiz deganda Şu users'ninki qanday tekst şekilde o'qishga nim beramiz. R read debchi. Yani buni loop orqali for loop orqali o'qisam read lines'dan o'qiymiz. Man bat deb yozdim. Follow user. Endi mani qanday? Malani birdan o'qiydi. Hamda men yozgan miyaga ma'nolarni ekib qo'ysam, endi hemimiz bitti. Endi buni mang'uzimiz. Optimatlashtiryaptim. Sen Uyghur Media geçti, Uyghur Collective geçti, Uyghur Comedy to'xtamay geçti. Endi kompyuterning saplamasidan munosabatlik qanday tizmangdi, ostimangdi, qanchalik bo'ldi degandek. Mushundan hammasiga egishida. Masalan, buning qanday unumga yetkazib oldi deganda, biz menda bir 50 dek ne kirgizib qo'ydim-ku. Masalan, 100 ni kirgizib qo'ysam-chi, 1000 ni, 10 mingni agar 100 mingni kirgizib qo'ygan bo'lmaydi, uning nimasini. Bir bizga sonliq ma'lumot ehtiyojda biz endi nima degan chaqda bu hozir yana bir soha internet bozor ishtik bo'layotgan. Shu sonliq ma'lumot, ya'ni data, sonliq ma'lumotni qizish deydi, data mining deb. Bizga qanday shunday sonliq ma'lumotlar bo'lsa, adresi degandek, uni to'plab, masalan 5000, 10000 hamni kompyuterning saplamasiga ta'sir ko'rsatadi, motori qizib ketdi, ovoz chiqib qoldi. Qancha bo'lsa, biz endi nurg'ishni avtomatlashtirib osonlashtirib bo'ldi. Agar biz bir qancha tor mulozimlar setilib AWS'dan shuning saplab qo'ysak, bu ham 24 soat mangdi. Buning endi bu endi eng oddiy biz kod yozish orqali erishayotgan eng oddiy unum. Men to'xtamay mangdi. Hammasini agashkicha to'xtamay mangdi degan gap. Hozir agashyapman bizga qo'lim bilan har birisini agishimni ochdik. Yana bir ortiq yeri, masalan, o'zimninki maxfiy nomerlar username. Uni o'zim uchun qilib qo'ydim, shunday bir qilibni yozib oldim kod orqali. Buningga
Her qanday adamninki o'zining ism bilan maxfiy nomerini ham almashtirib qo'ysak hozir. Bayan hujjatdan. Configuration. Hisoblash hujjatidan. Mana eng oxiri NBA go. NBA eng oxirgisi NBA edi. Qo'yam. Men 0 odamga erishdim, shunami? Hozir 54 ga avtomatik erishishni nima qildim? Hozir qarab baqsaq. Ben 41 ga erishibdi. Qolgan 54 ning 9 qanchaga erishdim? Nimishqa erishdim desanglar, erishdim desanglar. Ben qaranglar, 16 erishib bo'ldim avtomatikam. Yani ular erishmidi. Bu bir bot, ular boshqalar bir yasagan hamda. 9 ga balki men vaqt orliq 2 sekunddan belgilab qo'ydim. Uni uzoqroq belgisam balki memsiga erishishim mumkin. Uni tanishib maqsadga yetkil bo'ldi. Hozir faqat 41 ga erishib qo'ydim. Endi uni 1000 ga desak 1000 ga erishib bo'ldi. Kompyuterni hisoblamasi yaxshi bo'lib qolsa.